Assalomu alaykum aziz Teplitsa olami agrolimon guruhlari ishtirokchilari, sitrus ekillari ishqibozlari. Sitrus ekillaridagi hozirgi kunga kelib ayni limonchilarimizga muammo bo'lib turgan narsa kasallik, bu xalq tilida, dehqonlar tilimizda kivi kasalligi deb nom olgan zamburug'lik kasallik. Bu juda ko'p dehqonlarimizga qiynab kelyapti. Biz Anguzal Agroservis masala cheklangan jamiyatiga bir iltimos bilan chiqqandik. Bizga bir yangi preparat ham zararkunandalarga qarshi, ham zamburug'larga qarshi, zamburug'lik kasalliklarga qarshi bioinsektisid ham biofungitsid vazifasini bajaruvchi preparat tayyorlab bergan. Xudo xolasa shuni mana hozir sepish jarayonidamiz. Xudo xolasa buni 5-7 kundan keyin yana kelib bitta nazorat qilamiz. Hozir bu yerda yangi ko'chatlar, bu yil hosilga kirgan ko'chatlar, lekin zamburug' kasalligi bunga shu kivi kasalligi o'rab boryapti hosillarini. Buni shu limonchimizga ham olib ko'rsatdik. Sizlarga ham inshaalloh bundan keyingi videolarimizda yana ham bir to'la ma'lumot beramiz. Mana bu yerda mana sitrus trips chaqqan limonni holatini ko'rib turibsizlar. Mana hammasida mana shu sitrus tripsini chaqqani bu. Bu yerda mana ko'rsanglar, hali olib berganman limonchimizga. Mana shu trips chaqqanligi yangi hosilga kirib turiblar. Mana do'stlar, shu tripsda holati. Endi mana namlik ortib borish natijasida bu yerda bu yana ham kuchayib boradi. Bu kasallik kuchayib boradi. Mana hammasida mana trips chaqqan nimalar turibdi. Bu dorini 10 litr suvga 200 gram hisobida 25 litrli apparatimizga 450-500 gram qo'shib ko'chatlarni cho'miltirib ketish jarayoni. Mana bir haftadan keyin buni natijalarini bitta nazorat qilamizda, keyin unga qarab yana sizlarga bir yo'nalish berib boramiz inshaalloh. Mana aziz do'stlar, mana dog'lar, shu kivi kasalligining boshlanganligi holati. Mana shu dog'lar shuni boshlangani, bu juda rivojlangan vaqtida shunaqa holatga keladi. Mana shu kivi kasalligi tushgan, kivi kasalligi bilan kasallangan mana limon hosili. Quyoshda ko'rinishi, mana soyada ko'rinishi. Bu xuddi kiviga o'xshab qolganligi uchun kivi kasalligi deyiladi. Bu tripsi, shu sitrusli tripsi chaqqanda bu qo'zg'atuvchi zamburug'lik kasallik bo'ladi, hisoblanadi. Buni xudo xolasa 2012-yildan beri buni men kuzatib kelaman. Mana 10 yil bo'ldi. 2012-yillari hozirgi mana unda ko'rganimdek, mana shu ushlab turman. Shuni ber menga, shuni ber. 2012-yil men xuddi shunaqa holatda ko'rganman mana. 2012-yilda bu shunaqa holatda edi. U yillari uncha bo'lmardi. Yildan yilga bu ko'payib hozir kelib, buni sabablari men o'zimni bir tashxis qo'yishim bo'yicha shu tripslari o'zi ham mutantlashib boryapti, hamda ana zamburug' rivojlanib boryapti. Yoshga o'zini eng katta stadiyasiga kirib boryapti. Katta yoshga to'g'ri borgan sari bu tarqalish tezligi ham juda tez bo'lyapti. Hozir yana qancha ketadi bunga? Bir zaplab ketadimi? Mana aziz do'stlar, shu idishda qadoqda kelgan. Sizlarga bu natijasi bilan yana tanishtirib boramiz.